Hürmetli görürmenler, bugünkü dersimizde kuşkaç dili aş, kucha işi ve purchaq işi haqida to'xtalib o'tamiz. Oldi bilan kucha ishininki nima uchun mashhur ekanligi haqida to'xtalib o'tamiz. Kucha ishi amaliyotda inchiklik, astoydillik talab qilganligi, etilishda har xil sovuq tabiatlik ko'ktatlarni silishga mumkinati bo'lganligi, dumba yig'i va xurishlarni birga ishlatib oshning mo'tadil bo'lishini qo'lga keltirishdiki aql farosatning jamlanganligi nuqtasidan mashhurdir. Kuchaning o'zi Yevropaning, O'rta Osiyoning Osiyo ana gavdasi bilan uchrashish, Sharq bilan G'arbning madaniyatini mujassamlashtirib, o'ziniki halqılık ko'riklik rolini o'taydigan tijorat, madaniyat va san'at markazi bo'lishdek tarixiy roli jarayonda kashf qilingan esil va tibbiy bir yemeklikdir. Tibbiy yemeklik deganimiz tibobat her ishda, mayli siyosat, iqtisod, madaniyat ve bütün insani muamelada o'rta yo'lni, madaniyatlik ve diyalog yolunu, mo'tadil yo'lni tashabbus qiladi. Tibobat amaliyotda doğru demek değil emas. O madaniyatlik yashash falsafasidan iborat. Şu noktalardan qilib aytgan vaqtida kuchada shu yemeklikning barpo bo'lishi, kuchaniki coğrafiyalik o'rni, madaniyat seviyesinin yüksekligi, insanlarning muloyim, samimiy mizaji jihatlardagi tarixiy sharoitlardan kashf qilingan esil milliy va shifoliq yemeklikdir. Kucha ishi tabiiy jihatdanmi mo'tadil bo'lg'achqa bu badanga quvvat berish, badandagi o'shqchi moddalarni tangshash, tozalash, zaharsizlantirish roliga ega. Buning etilishi albatta inchiklikni talab qiladi. Shundaqla inchik to'g'rab serqash shaklda tayyorlanib, undan keyin palak, pomidor, so'ng piyoz, kavavichin va boshqa xurishlarni tangshab sog'lig'imiz uchun tabiiyki mo'tadil bo'ldi. Va buni biz diqqat qilsak nashtada iste'mol qilamiz. Yani kucha ishini tushda ya kechda emas, atigini iste'mol qilamiz. Bu 7-8 soat qurg'oqlik va usash va quyuqlik ichida qolib qolgan jigar va o't uchun to'limi qonuniyatga, tibbiy bilimga uyg'un bo'lgan yemeklik odatidan iborat. Yani atigini qo'rilgan, ochiq, quyuq iste'mol qilmaslik degan tibobatning ro'yiga uyg'un holda kuchada ijod qilingan yemeklikdan iborat. Kucha suyuqishi. Shuning uchun kucha suyuqishini iste'mol qilganda ham tibbiy va badallik ehtiyojimizni o'ylash bilan birga kuchaniki umumiy coğrafiyalik, madaniy va san'at va mantiq jihatlardagi yuksak o'rnini aslashimiz, uni qadrlashimiz, uni yaxshi ko'rishimiz ve bununla hazırmı layık buluşqa tirishimiz lazım. Endi purchaq eshiga kelgan vaqtida purchaq silib etilgan suyuqashninki etilish usuli boshqa suyuqashlarga asosan o'xshaydi. Ama shu purchaqni ya oq purchaq yoki boshqa purchaq turlarini silib etimiz. Bu yerda purchaqni chilab qo'yish ve yumuşturuş eğer mümkün bo'lganda, vaktimiz yetkende uzun chilab qo'yish veya bo'lmasa boş o'tda oldi bilan yumuştirish, isitib yumuştirish lazım. Qolgan jihatlardan bu boshqa suyuqashlarga o'xshaydi, tabiiyki mo'tadil, issiqqa moyil. Bu hamda quvvatsizlik, tan ojizligi, böbrek acizlik ve nervinin çatışını pasaytish jihatlarda
yaxshi bir şifalık roliga ega. Onundan başqa quşqaş tili suyuqışı deymiz. Buniki özellikle 3 burcak şekilde inçike to'g'rab xemirni yaxshi qattiq yug'ag'andan keyin 3 burchak şekilde to'g'rab inchika qilib uningga so'ng piyoz, kavavichin, pomidor va yeng go'sht silib etganligimiz uchun umum bir hisobda go'shtlik sho'rpiniki bir suyuq osh shakli bilan ifodalangan bir turdan iborat. Bu endi badanni isitish, badandagi sovuqlikni taqitish, yaxshi qon paydo qilish, badanni isitish, ilhomlantirish jihatlarda yaxshi shifoliq rolga ega bo'lganligi uchun buni endi har haftada bir iste'mol qilishni ta'kidlaydigan tamoqlarimizdan biri. Endi kucha suyuqishini har kuni saharda naştılıq iste'mol qilsak bo'ladi. Endi purchoq ishini hafta 10 kunda bir iste'mol qilamiz. Purchoq ishi ko'p iste'mol qilinganda yo purchoqni ko'p ishlatilganda yo purchoqni yaxshi pishirmay birlikda iste'mol qilgan vaqtimizda qo'saqni esidi, hazm bo'lish tez bo'ldi. Endi buningga qiyniq choy yoki choyliq dori iste'mol qilish bilan tanishib ketsak bo'ldi. Kucha suyuqishiga issiqlik dorilarmi bo'ladi, qarmush, oqmush, zira qatorliqlarni sepib yoki damlab ichsakmi bo'ldi. Shu orqali biz bugun suyuqoshlar va shundoqla suyuqoshniki bir qism turlari haqida to'xtalgan bo'ldik. Suyuqosh qandaqdir? Oddiy namrat yoki o'rni tuvan kishilarning yemaklik bo'lmay, aslida u boy odamlarning o'zini tutib olgan, o'ziga kamtarlik bilan boshqalarga tuvanchilik bilan qaraydigan, o'zini moddiy jihatdan ifodalashga emas, to'qlik jihatdan, shifoliq jihatdan masalalarga qarashga, bu yemekliklarga muomala qilishda, ko'rinishda bir voyaga yetgan, pishib etilgan bir odamlarniki yemeklik hisoblanadi. Shuningga suyuqoshni bo'lsa kunda yo 2 kunda iste'mol qilish orqali badandagi quyuqlik, eg'irchilik va o'shqchi moddalarniki zaharlashi qatorliqlardan saqlanishimizda suyuqoshdan iborat reseptlik yemekligimizden paylanishni tavsiya qilamiz. Bugungi darsimiz mushagicha bo'ldi. Xayr, xo'sh, keyin ko'rishguncha omon bo'laylik.